Alloh bizlarni siylagan eng ulkan ne'matlarimizdan biri jondan aziz farzandlarimizdir. Aytaylik, o'g'il farzandga bog'liq ma'lum bir narsalarni tilga olishlik kerak bo'ladigan bo'lsa, hayoli, jasur, qo'rqmas, vatanparvar, iymonli, e'tiqodli, ma'nan yetuk, aqlan teran, jismonan sog'lom bo'lishligi bizlarni quvontiradi. Tarixchi Ibn Xaldunning muqaddima asarlarida taraqqiyot xuddi insonga o'xshaydi. U ham yosh bo'ladi, ulg'ayadi, so'ng katta bo'ladi deb aytgan. Farzandlarimizni, xususan o'g'illarimizni shu yurt uchun xizmat qiladigan, sarhadlarimizni qo'riqlaydigan, kelgusida oila boshi, ayoli, bola chaqalariga ajoyib jasoratda, bilimda, zakovatda, adolatda, fazilatli amallarda o'rnak bo'la oladigan qilib tarbiyalash bizlarni shu yurt uchun qilgan eng katta mehnatlarimizdan biri bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom Abu Dovud rahimahullohdan rivoyat qilingan hadis sharifda kimsa o'zining go'zal xulqi bilan kechalari qoyim bo'lib ibodat qilgan, kunduzlari soyim bo'lib ro'za tutganlarning darajasiga yetadi deya marhamat qilganlar. Yoshlarimiz, farzandlarimiz ana shunday go'zal xulqli bo'lishsa, xulqlari go'zal bo'lishligi bilan birga vaqtlarini bema'ni narsalar bilan, bekorchi mashg'ulotlar bilan o'tkazishmasa, albatta ularda bilim olishlikka, yaxshilik qilishlikka, ezgu ishlar haqida tafakkur qilishlikka, nima qilsam shu yurt uchun, uning porloq kelajagi uchun xizmat qilaman degan ajoyib bir o'y va tafakkurlarga imkoni bo'ladi. Demak, ta'lim va tarbiya bizni bobolarimiz tomonidan ham alohida yuksak darajaga, ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlangan. Bizlar ham agar mana shu yaxshiliklarga, buyuk ajdodlarimizning go'zal hikmatlariga ergashib va amal qiladigan bo'lsak, bu yurtning o'g'lonlari, bu yurtning bobolari jasur bo'lgandek jasur bo'ladi. Ana shunday jasur o'g'lonlari bor bo'lgan yurt dunyo miqyosida ham yanada shonli, shavkatli bo'ladi.